Ba'zan insonning haqiqiy sinovi o'z yurtidan olisda boshlanadi. Bunga albatta xorijda ishlayotganlar emas, balki u yerda tahsil olayotganlarni ham hattoki misol qilib keltirishimiz mumkin. Albatta xorijda ta'lim olayotgan talabalar shunchaki oddiy talabalar emas, ular juda ham bir qat'iyatli, qo'rqmasdan qadam tashlaydigan yoshlar deb bemalol aytishimiz mumkin. Ular uchun har bir kun yangi chaqiriq, har bir g'alaba o'z ustidan qozonilgan zafar. Ular olis mamlakatlarda bilim olib, dunyoga o'zbek yoshining salohiyatini namoyish etmoqda. Albatta. Va azizlar, hozir sizga taqdim etmoqchi bo'lgan lavhamiz mana shu so'zlarimizga yorqin misol bo'la oladi. Mehnati, jasorati va tinmay harakat qilishi bilan o'z yo'lini yoritib kelayotgan vatandoshimiz haqida hikoya qilamiz. Bu vatandoshimizning tajribasi har birimizga men ham qodirman degan ishonchni beradi. Demak, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Bugun O'zbekiston yoshlarining xalqaro ta'lim maydonidagi ishtiroki kengayib bormoqda. Ilmiy loyihalar, chet el grantlari va almashinuv dasturlari ularga o'z bilim va ko'nikmalarini yuqori darajada mustahkamlash imkonini beryapti. Bu jarayon yurtimizda ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibor, xorijiy universitetlar bilan hamkorliklar va yoshlar uchun yaratilgan qo'shimcha imkoniyatlar samarasi. Natijada ko'plab yoshlar maktab, oliy ta'lim bosqichlaridan boshlab jahondagi nufuzli universitetlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Shunday yoshlardan biri iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan Muhammad Xo'ja. U hozirda Italiyaning Siena universitetida to'liq grant asosida ta'lim olmoqda. Bundan tashqari o'zining faolligi va o'qishga bo'lgan mas'uliyati tufayli Angliyaning Durham universitetida almashinuv dasturi bo'yicha ham grantni qo'lga kiritgan. Hozirda ushbu dargohda o'qishini davom ettiryapti. Hozirda Angliyaning eng nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan, dunyoning top 100 taligiga kiruvchi Durham universitetida 2-kursida iqtisodiyot sohasi bo'yicha tahsil olib kelmoqdaman. Samarqand viloyati Jomboy tumanida tug'ilib o'sganman va yoshlikdan qo'limga ota-onam kitob tutqazganlari sababli ilmga bo'lgan qiziqishim oshgan deb hisoblayman. Avvaliga O'zbekiston va jahon adabiyoti, so'ngra O'zbekiston va jahon tarixi va keyinchalik aniq fanlarga bo'lgan qiziqishim ortib borgan. 8-sinfda maktabimizda birinchilardan bo'lib IELTS imtihonini topshirganman va 7 ballni qo'lga kiritganimdan so'ng SAT xalqaro imtihoniga tayyorlanishni boshlaganman. 11-sinfning o'zidayoq Amerikaning 40 dan ortiq nufuzli universitetlariga turli grantlar asosida qabul qilinganman. Ammo ayrim sabablarga ko'ra O'zbekistonda qolganman. Lekin 1 yildan so'ng Italiyaning nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan Siena universitetiga to'liq grant asosida o'qishga kirganman va bakalavr bosqichimni boshlaganman. Ushbu grantga nafaqat universitet xarajatlari, balki oziq-ovqat, yotoqxona va qo'shimchasiga yillik stipendiya ham kiradi. Italiyada o'qish davomida Angliya almashinuv dasturlariga ham topshirganman va hozirda o'qiyotgan universitetim uchun ajratilgan 2 ta o'rindan birini yutib olganman va hozirda Angliyada Durham universitetida to'liq grant asosida o'qishlarimni davom ettiryapman. Muhammad Xo'janing erishgan natijalari avvalo uning yillar davomida olib borgan izchil mehnati va ilmga bo'lgan qiziqishining samarasi. Til bilish, iqtisodiy izlanishlar va loyihalarda qatnashish, bularning barchasi unga xalqaro tanlov va saralashlarda muvaffaqiyat qozonish imkonini berdi. Shuningdek, mamlakatimizda xorijda o'qishni qo'llab-quvvatlash tizimi yo'lga qo'yilgani ham bu kabi muvaffaqiyatlarning qo'shimcha omili bo'lyapti. Va oxirgi yillarda yurtboshimiz olib borayotgan islohotlarda ham buni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, El-yurt umidi orqali hozirda dunyoning minglab turli universitetlarida, nufuzli universitetlarida minglab yurtdoshlarimiz ta'lim olishmoqda, amaliyot o'tashmoqda va bularni kelgusida kelib O'zbekistonga amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Shu sababli xuddi oilada misol ko'chaga chiqqanda inson oilamga nimadir olib kelay degan his bo'lganidek, biz ham vatanimiz biz uchun oila. Va shu sababli chet elga o'qishga keldikmi, biz bu yerdagi ilmni, tajribani barchasini olib O'zbekistonimizga olib ketishim kerak. Nima ilm o'rgansam, nima tajribani o'rgansam, O'zbekistonga olib bora olaman va uni amaliyotga qo'llab O'zbekistonning rivojiga hissa qo'sha olaman degan fikr har bir yoshning hayolida bor. Bugun xorijiy tillarni chuqur o'rganish, global iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish va zamonaviy ta'lim dasturlarida qatnashish yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Muhammad Xo'ja aynan shu yo'nalishlarda o'z ustida ishlayotgani bois Durham va Siena kabi ta'lim maskanlarida iqtisodiyotning turli yo'nalishlari bo'yicha chuqur bilimlar olmoqda. Chet eldagi o'quv jarayonlari unga yangi yondashuvlarni o'rganish, xalqaro talabalar bilan birga loyihalarda ishlash va iqtisodiy fikrlash doirasini kengaytirish imkoniyatini beryapti. Uning kelajakdagi rejalari orasida O'zbekiston iqtisodiy tizimidagi islohotlarga hissa qo'shish, ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va o'rgangan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish maqsadi ham bor. Bundan tashqari hozirda iqtisodiy fanlar, xalqaro munosabatlar kabi sohalarda ham puxta baza yaratib kelmoqdaman.
O'zbekiston, Italiya, Buyuk Britaniyaning madaniyati, tillari, insonlari, siyosati, iqtisodiyotini o'rganib bormoqdaman va har xil iqtisodiy modellar va madaniyatlarni tushunib bormoqdaman. Bo'sh vaqtlarimda O'zbekiston va jahon iqtisodiyotini o'rganish va tahlil qilish bilan shug'ullanaman. Chunki ayni bu ko'nikmalar kelajakda O'zbekiston rivoji, O'zbekiston iqtisodiy strategiyasini tuzishda katta ahamiyatga ega deb hisoblayman. Bundan tashqari, O'zbekiston yoshlariga dunyoning nufuzli universitetlariga topshirishlariga va bu yerda karyeralarini qurishlarida yaqindan yordam berib kelmoqdaman. Va albatta kelajak uchun oldimga qo'ygan qator maqsadlarim ham mavjud. Ular qatorida iqtisodiy siyosat va boshqaruv sohasida o'rgangan ilm va tajribalarimga asoslangan holda iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy islohotlar, raqamlashtirish, mehnat bozori va shu kabi sohalarda o'z hissamni qo'shmoqchiman. Bunga sabab nima? Nimaga kerak? Chunki hozirda O'zbekiston uchun dunyo global modelni tushunadigan, ammo O'zbekiston sharoiti, mahalliy sharoitni ham yaxshi biladigan yosh, tajribali mutaxassislar kerak deb hisoblayman. Va eng muhimlaridan biri O'zbekiston va dunyo o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarmoqchiman. Hozirda Italiya va Angliyaning nufuzli universitetlarida ta'lim olib kelayotgan o'zbek talabasi sifatida kelgusida universitetlar o'rtasida hamkorliklar, qo'shma dasturlar, investitsiya, turizm va startaplarni rivojlantirish, O'zbekiston iqtisodiyotini dunyo iqtisodiyot modeliga moslashtirish kabi strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda o'z hissamni qo'shmoqchiman. Yoshlarimizning xorijda o'qishi, bu ularga berilayotgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanish, zamonaviy bilim va tajribani yurtga olib kirish demakdir. Muhammadxo'ja kabi fidoyi yoshlar xalqaro maydonda nafaqat o'zlarini, balki O'zbekistonni ham munosib tarzda namoyish etmoqda. Ularning muvaffaqiyati kelajakda mamlakatimiz iqtisodiy rivojiga ham xizmat qilishi shubhasiz. Oxirgi yillarda O'zbekiston diplomatiyasi va xalqaro munosabatlari juda ham tez rivojlanib bormoqda. Bunga misol tariqasida prezidentimizning turli davlatlarga va xalqaro tashkilotlarga rasmiy tashriflarini yoki bo'lmasa Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkazilayotgan xalqaro konferensiya va tadbirlarni misol qilib olishimiz mumkin. Va shu sababdan ushbu xalqaro maydonlarda, xalqaro arenalarda O'zbekiston nomidan muzokaralar o'tkaza oladigan, sohasini egasi bo'lgan, global tajribaga ega bo'lgan yosh mutaxassislar zarur deb hisoblayman. Va albatta men chet elga ilm olgani, yangi innovatsiyalarni o'rgangani kelganman va kelgusida ushbu o'rgangan ilm va tajribalarimni O'zbekistonga olib borib, uni amaliyotga tatbiq qilishni maqsad qilib qo'yganman. Bu kabi katta maqsadlarni oldimga qo'ya olayotganligim uchun, faxr ila o'zbek farzandiman, o'zbek o'g'loniman deb ayta olayotganligim uchun va tinch, farovon taraqqiyot etayotgan O'zbekistonimiz uchun hurmatli prezidentimizga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Va prezidentimiz faqat olg'a ilm o'rganinglar, dunyoni egallanglar deb turgan vaqtlarida biz ham albatta prezidentimizga yelkadosh bo'lib, prezidentimiz qo'llab-quvvatlashi bilan qo'limizdan kelgancha barcha harakatni qilamiz. Xulosa qilib aytganda, Muhammadxo'ja kabi yoshlar ko'plab talabalarga katta motivatsiya bermoqda. Ularning intilishi va mehnati bugungi O'zbekiston yoshlari yuksak marralarni ko'zlab harakat qilayotganining yaqqol isbotidir.